Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Mana bu videoda nima hozir ko'rib YouTube'da bitta gayda mashina urib ketib o'lib qoldi. Bitta gayda mashina urib o'lib qoldi. Yana qaytaryaptim. Bitta mashina urib gayda o'lib qoldi. Kuniga necha yuzta odam uryapti mashina. Nimaga bu to'g'risida gapirmaysizlar? Mana mashina nimada uryapti avariya qilganlarda. 50% endi nimadan bo'lib qolishi mumkin mana bu shoferlarning shoshilishi yoki bir yaxshi ahamiyat bermay qolishi yo'l qoidasiga. Qolgan 50% dan ko'pi mana hukumatda aybi bilan bo'lyapti. O'sha nimada raso otni kallasida ish taraf solib qo'ygan. Yo'lda ketayotgan gayusha bo'ladigan bo'lsa, o'sha nima qiladi? Katta ish tarafni yozaman deydi. Shunda gayiga o'sha ish tarafni yarmini bersang, olib indamay qolaveradi. Ko'rdingmi? O'shani agar gayi nima ish taraf ozroq bo'lganda, o'sha gayi nimaniga bo'lardi, ish taraf yozardi, to'lardi, budjetga tushardi. Gayida cho'ntagiga tushadi. Gayi u kechqurun lekin bir 20-30 ta mashinani ushlab, o'shandan 1-2 million pulni olib o'z olib borib turib, ashundan yarmidan ko'pini xo'jayinga uzatadi. Xo'jayin inaki ashuna qilib bunaqa gayid uni qo'lida bir 5 ta 10 ta olsa, 10 tasidan milliondan olsa 10 million olib turgan bo'lsa, olib borib unaki 5ini tevaga uzatadi. U hali 5ini olgan xo'jayindan unga o'xshagandan yana bir 10-15 tasi bor. Shuna qilib hamma poraxo'r bo'lib, porani mana gaylar pora olgandan keyin shoferlar qo'rqmay qo'ygan. Puli borlar ayniqsa. Ichib olib haydab ketaveradi. Tez ham haydaveradi. Qo'yga tushib qolsa, mana shuna qilib turib nima qiladi? Porani berib qutulib ketaveradi. Bu yerda 16 yashar bola tushib qopti. Endi bu jazolanmasmish deb turib nima qilishyapti? Odamlar g'azablanyapti. Voy ahmoqlar, o'sha jazolangan shoferlarda hammasi kambag'al yo puli yo'q. Mana boylar tushgan bo'lsa, o'shalarchi bittasi nima bo'lmaydi, jazolanmaydi. Ona xudo urgan prezidentning kuyovi haligi nima degan, hali shu achchiq deganda esine chiqib keladi. Hali kichik kuyovda shu 8 ta odamni urib o'ldirgan ekan. Uni nima urganchi aytdi. Shunga nima raddiya bera olmadi. Ko'rdingmi nima bo'lyapti? Ana o'shalarni ham o'ylab qo'yishgan. Endi bu yerda bu yosh bola mashinani nima qildi? Bu bolani otasi boy ekan. Otasi bolasini bunday nimaga yaqasidan ushamagan? Ya haydavur bolam, pul bor degan. Seni qutqazib olaman degan. Mana qutqazib oladi. Qonunda bu yo'l bor shuni qutqazishga. Nimaga endi bu yerda shunchalik nima ko'p bo'lyapti deydigan bo'lsak, mana nimalar, avariyalar. Gaylar pora olib, aroq ichganda ham ashtik qo'yib nima pul bersa qo'yib yuboravergan. Tez ketganga ham pul bersa qo'yib yuboravergan. Agar hozir endi to'g'risini aytish kerak-da. Shu nima qo'yganda nima gaylar qonunni buzmaganda mana nimada hozir yo'lda halokat 2-3 barobarga pasayib ketardi. Endi hammasini yo'qotishning iloji yo'q. Hammasini yo'qotish uchun nima qilish kerak? Yo'llar javob berish kerak shu mashinalarga. Yo'llar tor. Bu nima deydi? Bu nimalar ularda yaxshi remont qilmagan uchun yo'lda ketayotganda mashinalarda haligi g'ildiray chiqib ketadi, bir chuqurlarga tushib, boshqa bo'lib, shu tufayli ham juda ko'p nima bo'ladi? Avariya bo'ladi. Eng kattasi poraxo'r bo'ladi. Men aytib qo'yay, mana bu odam shu o'libdi. Bu odamni men joning jannatda bo'lsin, Alloh kechirsin ham demayman. Gayida ishlagan odam eng iflos bo'ladi. Ularga ifloslar gayida emas, merisida ishlagan ham, prokuror ham qaysi bir amalda turgan bo'lsa, hozir o'sha odam amalga kirish uchun o'tirish uchun ustolga avval porani beradi, keyin eldan porani yig'adi. Qani nimalar? Shu amaldorlar tarafini olib chiqqanlar chiqishmab, amaldorlarning bo'lmasa bir qasamxo'rlar chiqarib turib aytadi. Ke qasam ichishamiz.
mana bu prezidentning bu birinchi qasam ichsinchi, men pora olmaganman desinchi. Pora olgan bo'lsam, mana bu ahlim, avlodlarim hammasini xudo ursin. O'sha yo'lda qirilib ketsin deb qasam icha olaydimi? Premyer ministring icha olaydimi? Hokimlaring icha olaydimi qasamda? Senlar hozir o'sha bitta merisi o'lganda gapirishyapsan. Yo'lda qancha odam o'lyapti? Minglagan odam o'lyapti. Minglagan. O'shalarda hammasiga shu pora olgan gaylar, uni nachalnigi, uni boshda turgan amaldorlar shu qonunni chiqargan deb Allohning 30 pora Qur'onni inkor qilib najas qonun chiqargan deputatlar va mana shu prezidentlar va ministrlar hammasi ashlar aybdor. O'shalar hammasi pora oladi. Shuning uchun gay o'sha ko'chada turganda eng kichigidan boshlaydi, ya'ni serjant ekan. Shu serjant ishga kirish uchun allaqancha pul bergan. Keyin tevaga uzatib turish kerak bu. Bo'lmasa u serjant ofitserga uzatadi, ofitser starshi ofitserga uzatadi. Ular generalga uzatadi. U borib turib asha Mirziyevgacha boradi haliga. Shuning uchun shunaqa ishtaraf ko'payapti. Mana uni ko'payib ketmasin, tezroq nima qilmasa. Shuning uchun qani ertaga men soat Toshkent vaqti bilan 10 da 11 da promo efir qilaman shu to'g'risida. 2 soat, 3 soatlik qilaman. O'shanda gaplashamiz. Chiqib qani da'volaringni gapir. O'shanda ayt, mana promo efir qilib gaplashamiz. O'shanda kim qasam ichar ekan, chiqarar ekan, nima qasam ichgani. Bizni gaylar pul olmaydi. Gayda ustda turgan, hali postda turgan gaylar olmaydi. Uni nachalnigi olmaydi, nachalnik milisiya olmaydi, prokuror olmaydi, sud olmaydi, hokim olmaydi, ministr olmaydi, premyer ministr olmaydi. Mirziyev olmaydi deganlar chiqishasan. Qasam ichishamiz. Chiqmaysiz, chiqsang, qasamxo'rlaring chiqsang chiqarsan. Xudo Allohga solamiz. Alloh jazosini bersin deb. Mana shuni bitta gayi o'libdi, mana unga bolasi yetim qoldi. Ey, minglagan emas, 10 minglagan bola har yili yetim qolyapti. Shunaqa poraxo'rlardan nazdan. Faqat bu nimadan emas, mashinada urib ketgandan. Odamlarni o'ldirib, pichoqlab, so'yib ketyapti. Urib o'ldiryapti. O'shalar ham hammasi pora berib qutulib ketyapti. Shu tufayli har yili minglagan emas, ehtimol 10 mingga yaqin odam mana yetimlar qolib ketyapti. Mana nimalar bu ular, boshimizda turganlar. Ular hech qachon qamalmaydi ham. Asha aytayapman, hatto go'daylarni zo'rlagan, asha yetimlarni zo'rlaganlar ham qamalgan yo'q. Bu harom tuzum. Qani ertaga bo'lmasa chiqish nimadan? Soat ertaga mana bugun 1mi, ertaga 2 fevral Toshkent vaqti bilan men soat 10 da yo bo'lmasa 11 da boshlayman. 2 soat yo 3 soat nima promo efir qilaman. O'shanda chiqib gaplashamiz. Hozircha sen iflos asha poraxo'rlarga Allohning la'nati bo'lsin. O'sha sen tufayli halok bo'lgan odamlarni mana bu avlodlarini duosi, bad duosi senlarni qarg'ishi senlarga ursin. Tezroq sen o'lgan ifloslar yo'qolib, shu mana boshimizda turgan poraxo'r tuzum uni ustiga lekin unga malaylik qilayotgan imomlar yo'qolib, Alloh nozil qiladigan din bilan hukm qiladigan joyga yetib olaylik. Ana o'shanda bu odamlar Allohdan qo'rqib pora olmay qo'ygandan keyin, har ishda pora olmagan odam turgandan keyin, Allohning dini bilan hukm qilgandan keyin, Allohning dini eng to'g'ri hukm, mollar hammasi najas. Shunaqa falokatlar deyarli yo'qolib ketadi. Bu turadi endi qo'qisda, lekin juda kam bo'ladi. Ertaga agar ichingda bir erkaging bo'lsa chiqish, gaplashamiz. Musulmon birodarlar, gapim yolg'on emas, to'g'risini aytyapman. Ko'rdinglar, milisaxonadan urib qancha odamni o'ldirib chiqarishyapti. Qutulib ketishyapti. Sababi bu mana harom tuzum hech qachon o'nglanmaydi. Allohning dini bilan hukm qilmaguncha hech narsa o'zgarmaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.